Bu yoqqa kel. Ha, murabbiy. Bu uy qayerda? Seni mashinang qani? Qayerda dedim. Bunday suratlar qolganlarni ham bu yerlarga rom etadi. Ular chegarada o'lib ketishadi. Haqiqiy suratlarni jo'nat. Tilanchilik qilayotganingni ham. Bo'pti. Haqiqiysini jo'nataman. Oyim xursand bo'ladi. O'g'li tilanchi, kuniga 20 funt sterling topaman. Oyiga 600. O'zimga 100 ni qoldirib, 500 ni uyga jo'nataman. Oyim meni Londonni qiroli deb o'ylaydi. Endi tikayotganida choy ichish uchun tanaffus qilyapti. Aytishcha, o'z fikrini bildirayotganida atrofdagilar unga quloq tutishyapti. Senga rahmat, rahmat, o'g'lim. Tushundingmi? Chunki men Londondaman. Bitta surat bilan barbod qilaymi? Hech birimiz haqiqiy rasmni jo'natmaymiz. Agar ariqlarni tozalayotganimizdan xabar topishsa, pullarimizdan qo'lansa is kela boshlaydi. Ular uni olishmaydi, yo'q. Menga qara. Bu yerga yaxshi hayotni izlab keldim. Lekin buni uddala olmadim. Oilam esa yaxshiroq yashayapti. O'zi hayotim qanaqa edi?